Ko'p holatlarda iPhone'da bitta narsasi bor. Rezervning kopiya o'tkazilgandan keyin yoki boshqa holatlarda Face ID ulanib qolgan bo'ladi. Uni kutish 1 soat vaqt oladi. Hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Mana bu narsa yoqilgan bo'ladi, zashita. Buni o'chirish uchun bizdan Face ID so'raydi. Face ID ko'p holatlarda egasi bo'lmagan uchun yoki egasini vaqti bo'lmagan uchun 1 soatda talab qiladi. Bunaqa holatlarda biz nima qilamiz o'rtoqlar? iCloud bor telefon bizga uch tools orqali, mana bu dastur orqali erase qilamiz. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz o'rtoqlar. Hozir biz Face ID orqali doверие qilganimiz uchun bizdan hozir Face ID so'ramadi, demak qunt bilan ko'rib olinglar, tuliga kiramiz. Tuldan erase degan joyi bo'ladi, ya'ni formatlash. Formatlashni bosib o'ramiz. Ahamiyat beringlar, buning ichida rostmana iCloud bor. Mana o'rtoqlar, hozir iCloud bor. Xo'p, demak, iCloud bor telefonga erase berib olamiz. Buni albatta mijozdan so'raylar oldin, hamma ma'lumotini biladimi, yo'qmi. Mana o'rtoqlar, hozir erase berib oldik va keyin sizlar bilan birgalikda aktivatsiya qilamiz. Загрузкасы to'lish jarayonida. O'rtoqlar, o'sha telefonimiz yonida ko'rayotganingizdek iCloud holatida. Demak, bunaqa holatda qanaqa qilamiz? Hozir Wi-Fi ulab olamiz. iCloud eslatib o'tamiz. Ekran parolini bilishgani uchun bundan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Agar ekran parolida mijozning ekran parolida necha parolligi aniq bo'lmasa, lekin bu qiyin holat hisoblanadi. Hozir biz sizlar bilan birgalikda iCloudni yozmasdan turib qanaqa qilib aktivatsiya qilish mumkinligini ko'rsatib beraman. Demak, telefonimizda iCloud bor. Ko'rayotganingizdek iCloud bor. Endi aktivatsiya qilamiz. Aktivatsiya payti ko'rayotganingizdek Apple ID so'raydi va ko'pchilik mana shu narsani o'tkazib yuboradi. Demak, buni birinchisiga bosib turib, mana buni bosishimiz kerak bo'ladi. Shuni bosgandan keyin agar siz ekran parolingizni iCloud qo'yilgandek holatda biladigan bo'lsangiz, hozir mijozimiz biladi, parolini bilgani uchun biz mana o'rtoqlar ko'rasizlar. Agar paroli tushmay qolsa, telefon iCloudga tushadi. Bu juda ham katta risk hisoblanadi. Hozir ko'rayotganingizdek, o'sha aktivatsiyadan o'tib ketdi, ya'ni ofitsialniy iCloud o'chirildi telefonda va toza formatlangan holatda yana boshqatdan Apple ID tiqib, yana Apple ID lar bilan ishlatishlari mumkin. Ko'rayotganingizdek, mana o'rtoqlar, telefonimiz aktivatsiya bo'lib ketdi o'rtoqlar. Tabriklaymiz, mijozimizning ishlari juda ham oson bitdi. Mana o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar.